Assalomu alaykum. Meni kuzatuvchilarim. Bu yana menda. Xayrli tong. Kunlarning, oylarning sultoni juma kuningiz muborak bo'lsin. Hammaga xayrli, barokatli bo'lsin. Bu mening hovlidagi gullarim. Mana gulga kim qanday qiziqadi. Mana urug'ini so'rasangiz, berib yuboraman. Qarang. Allohning mo'jizasida bu ham bo'lsa. Ah, ana go'zallik, mana go'zallik. Qarang-da. Mana. Karnay guldan ekuvdim. Har joyga. Bu gul toji xo'ras. Mana. Alloh hammamizga ofiyat qilsin. Ibodatda sobiq qadam qilsin. Ibodatlarimiz Alloh qabul qilsin. Mana uni qarang-da mana. Xo'jayin tepa qilib olsay desa, bo'ladi, shu yergacha o'ssa ham debman. Bu ham Allohning mo'jizasi. Qarang, rosa o'sib ketyapti. Kimda hovlisida mana shu guldan bor? Izohlarda yozib keting. Kuzatuvchi singillarim, ukalarim. Odamlarni Allohim ikki toifaga bo'lgan. Yaxshi odamlar, keyin juda yaxshi odamlar. Ana shu juda yaxshi odamlarning yaxshi izohda qoldirgan fikrlari menga motivatsiya beryapti. Tandir o'chog'imda kuzatuvchilari ko'payib ketdi. Har xil gap so'z yozgan, lekin menga ta'sir qilgan yo'q. Hali to'xtang. Shashib pishib qurgan tandir o'chog'imni yana go'zal qilib olib tashlayman videosini. Shuning gulning urug'idan so'rang. Taksi plyus qilib beray. Alloh hammamizning omadimizni bersin. Bolalarimizni rohatda ko'raylik. Inshaalloh. Hojatdan hojata bo'lib yurish nasib qilsin. Xayr, omon bo'ling.